Yurtimizda raqamli texnologiyalar bozorining investitsiya jozibadorligini oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga xorijiy investitsiyalarni faol jalb etish maqsadida GSM assotsiatsiyasi tomonidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vazirligi bilan hamkorlikda poytaxtimizda M360 Yevrosiyo 2025 forumi tashkil qilindi. Mazkur tadbir Markaziy Osiyoda raqamli transformatsiyani rivojlantirish yo'lidagi muhim qadam bo'lib, mintaqadagi innovatsiyalar va hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qiladi. Mobil texnologiyalardan foydalanishning yangi usullarini o'rganish, barqaror iqtisodiy o'sish va raqamli inklyuziyani rag'batlantirishga yo'naltirilgan mazkur forumda 500 dan ortiq delegatlar, 40 dan ortiq taniqli spikerlar hamda 200 dan ortiq xalqaro IT kompaniya vakillari ishtirok etmoqda. O'zbekistonda birinchi marta GSM Mobil aloqa assotsiatsiyasining treyningi tashkil etilgan. Davlat tashkilotlari va operatorlar uchun uzoq borish qiyin hududlarda, qamrov qilinmagan hududlarda aloqani tashkil qilish bo'yicha xalqaro tajribani o'rganish, tahlil qilish, hisobotlarni tashkil etish bo'yicha o'rganish amalga oshirilmoqda. Bir qator yirik mobil aloqa operatorlari uchun qurilmalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar ham o'zining prezentatsiya tadbirlari, ko'rgazmalarini uyushtirishgan. Tadbir doirasida muhokamalar va uchrashuvlar ham bo'lib o'tdi. Unda raqamlashtirish jarayonini tezlashtirish hamda telekommunikatsiya va IT sohasida muhim xalqaro kelishuvlarga erishish, 5G, sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik va raqamli infratuzilma sohalaridagi eng so'nggi innovatsiyalar muhokama qilindi.